yil yakunlab qo'yamiz. Chunki endi mana keyingi dasturimiz qachon? Shu bilan yo'q, anaqada 29da. 29 mi? Ungacha endi biror o'yin bo'lsa bo'ldi. Chunki biz ham yo'q, o'yinlar bor, ertaga endingi o'yin bor. Yo'q. Ertaga Nasaf o'yini bor. Bugun Chempionlar Osiyo Chempionlar Ligasi 6-tur o'yinlari boshlandi. Ertaga Nasaf o'ynaydi Ali Ittihod bilan Jiddada. Endi Nasafda deyal yo'q-ku imkoniyat. Yo'q, bor. Hali nazariy jihatdan imkoniyat. Nazariy jihatdan. Bormi nazariy? G'alaba qozonish kerak. Andijonda yo'q. Andijonda bor. Andijonda bor. Andijon yutsa birinchi o'rin olib chiqadi. Keyin olishmish mumkin. Chunki unaqa unda hali kurash hammasi oldindek. Yo'q, men Nasaf Andijon indinga o'ynaydi. indinga o'ynaydi. Dohada Al Ahli bilan o'ynaydi. Ha. O'yinlar bor. Bugun Oraliqdan buncha katta tanaffus bo'lib ketdi. To'g'risi esdan ham chiqib ketdi-da Nasaf bilan Andijon. Sizlarga bitta narsa aytaman, Nasafda imkoniyat yo'q. Men hayron bo'ldim. Chunki 8 ta ligi yo'q. 6 ochko. Nasafda 0 ochko. Nechta tur qoldi? 1 tur. Yo'q, 1 tur emas. 1 tur emas-da. 2 tur. Nazariy 6 ochko-sach. Endi. Yo'q, 6 ochko emas. Nasaf 8 ochko, 9 ochko olishi mumkin. Lekin baribir mana oxirgi ilinib turgan Ali Ittihodda Jamol 6 ochko olgan. U ham ochko oladi. Tepada turgan Sharjada ham 8 ochko ekanda. Mo'jiza yuz berib. Paxtakordagi bo'lishi mumkin-da, to'g'ri. Unchalik u Paxtakorda imkoniyat bor edi, bunda juda kam ekan. Paxtakor qayerdadir durang qoluvdi-da, nimadir. Ikkita durangi bor edi-da. O'shan. Keyin oxirida yutgan. Durangi bor edi. Hozir qisqasi qarang. Noyabr oxirida O'zbekistonda futbol tugadi. Bir oy bu ikkala jamoa nima qildi? Va muhim o'yinlar. Nima bosh murabbiy almashtirdi bittasi. Dahshat tarafi hozir. Yana endi fevralgacha tanaffusda. Bu qarang, bu mavsum yakunlanadi. Pilla uyquga ketganda uyquga ketish kerak. Futbolchilar qanchadir dam olib, yana boshqa jamoalar dam olib, mana ertaga dushanbadan boshlaydi-da, bugundan boshlashdi. Mavsumga tayyorgarlik bugundan boshlashdi. Bu Nasaf bilan Andijon mavsum tugatgan yo'q. Davom etyapti. Juda noqulay. Mana bu shu bir kun kelib baribir agar shunaqa davom etadigan bo'lsa, majbur bo'lamiz-da, o'sha qish bahor mavsum anaqasi. Bahor mavsumi kuz bahor anaqasiga o'tishga. O'tish kerak allaqachon. Chunki bizga noqulay, yozda bar o'ynalmaydi-yu katta qismida. Juda issiq bo'ladi-ku. O'ynalganda ham juda issiqda o'ynashadi. Ha, qisqasi ikkala jamoaga ham omad tilaymiz. Ertaga 23:45 da Nasaf o'ynaydi. Nasaf 3 ta yutish kerak ekan, Andijon 1 ta yutish kerak ekan. Indinga 21:00 da Andijon o'ynaydi. Ikkala jamoaga ham omad tilaymiz. Fantastika bir narsa yuz berib yutib ketsin, chiqsin ikkalasi. Ali Ittihodga qarshi. Menimcha Samvel aka qo'ymaydi. Ertaga bir narsa qiladi ular. Samvel aka Osiyoda tishi o'tmaydi. Al Hilol bilan durang o'ynagan. O'tmagan shu paytgacha Osiyoda tishi hech narsaga. Ko'rasiz. Samvel aka bilan yomon qiladi. Anaqada Samvel Babayan edi-yu. Navbahorda. Shu Al Hilol bilan Neymar bilan durang o'ynaganimizda. Neymar futbol tugatishga sal qoldi. Samvel aka edi, O'tkir Yusuf nimalar qilib tashladi. Paxtakor bilan ham qayergadir borganda aniq. Chiqdi, qayerlargadir. Paxtakor bilan yo'q. Yarim final emas, chorak finalda. Unda mayli. O'tsin. Yutsin.